Ba'zan odamlar kuladi, ammo ichida yig'laydi. Qandaysiz degan savol ko'p, lekin chin javobga tayyor quloq kam. Sevimli insonlaringiz begona bo'lib qoladi. Sababsiz yaxshi bo'lish ham ba'zida jazoga aylanishi mumkin. Chunki odamlar faqat foydalanadi. Yuragingizni ochasiz, ular esa undan oyoq artishadi. Shukr qil deyishadi, lekin siz nimalarga chidayotganingizni so'rashmaydi. Siz sinasiz, lekin hech kim buni sezmaydi. Faqat natijani ko'radi. Vaqt o'tadi va siz hissizlanasiz. Og'riq odatga aylanadi. Bu hayot emas. Bu omon qolish. Eng og'riqlisi bularning normal holga aylanishi. Chunki odamlar o'zgarmaydi. Faqat siz sukutda, og'riqda sezdirmaydi.